Assalomu alaykum aziz va qadrli obunachilar va YouTube ishqibozlari. Mana bugun xudo xolisa inshaalloh sizlarga original motobloglarimizni obzorini qo'yamiz. Bu original motobloglarimizni qayerga qarab borishingiz kerak? Shu taraflarni sizga to'g'rirog'ini tushuntirib o'tamiz. Bugungi motobloglar Germaniya standarti asosida ishlangan Texa motobloglari, original Texa motobloglari bemalol ko'rishingiz mumkin. Juda temirli pechatlardan qo'yilgan va yana baquvvat ko'rganlaringizdek baquvvat bo'lgan bloklarga o'yib yozilgan original Texa motobloglari bo'ladi va yana qo'shimchasiga bugun original Zver motoblogimiz ham yetib kelgan. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Qo'sh filtrli motoblog hisoblanadi. Bu motobloglarimizning sir-sanoatlariga juda e'tibor berasizlar. Ham baquvvat bloklardan jihozlangan. Boshqa O'zbekistondagi boshqa motobloglardan nisbatan biz motoblogning sifatiga juda katta e'tibor beramiz. Motoblog sotayotgan insonlar sifatiga juda katta e'tibor beringizlar. Shuning uchun bizning motobloglarimiz boshqa motobloglarga nisbatan to'g'ri sal qimmat chiqishi mumkin, zato garantiyali motoblog beramiz. Texa motoblogimiz ko'rib turgansiz ancha blogi baquvvat va Zver motoblogimiz ham bloglari ancha baquvvat ishlangan bo'ladi. Bu motobloglarimiz qo'sh filtrli bu deyiladi. Zver motobloglarimiz ham qo'llar ancha baquvvat ishlangan. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Ham Texa motoblogimizga ham bunga qo'y divoynoy nimalar vard qilingan bo'ladi. Motobloglarimizning komplekt dastalariga keladigan bo'lsak, 4 qatordan 8 qator frezer bo'ladi va yana eng yangi bo'lgan bo'linib ishlatilgan Texa motoblogimizga kelgan 70 ga 50 ga 90 ga uchadigan frezerlari bo'ladi. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Qanday bo'lishi mumkin deganlarga bo'linani bittasidan ajraladi va ikkinchisidan ajraladi va ko'rib turganlaringizda ikkita birdan bo'ladi. Bu Texa motoblogimizning komplekt dastasida chiqadigan frezer edi. 4 qatordan 8 qator frezer, o'tsikda pichoq va original kitoblari va mashinning datchiklari, baklarga o'yib yozilgan original Texa motoblogi bo'ladi. Narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari 4 million so'mdan sotilyapti. Like, podpiskani bosib kelib olib ketishingiz mumkin. Salgina bonus sifatida xohlasangiz 4 million pulda sana berib bitta kulish nabor oling. Xohlasangiz mobodo kulish nabor kerak bo'lmasa, bunga ham chiroyli sal o'tib beramiz. Mobodo yo menga faralik kerak deganlarga mana bemalol ko'rishing original Zver fermamizga faraligi mavjud, ko'rishingiz mumkin. Zver fermamizga balonlari turgun balonlar bilan jihozlangan bo'ladi va yana 4 qatordan 8 qator frezer. Buni narxlari 4 million 300 ming so'mdan chiqyapti. Like, podpiskalarni bosib kelaverasizlar. Kimga nechta kerak bo'lsa bor, oborotlari juda kuchli oborot, ko'rishingiz mumkin. 1000 oborot hisoblanadi. 1000 model va 1000 oborot, 3600 motor oboroti. Kitoblar garantiyalari 1 yildan garantiyalari bor motoblog hisoblanadi. Bizlarga arzon motobloglarimizda majbur 3 million 300 ming so'm, 3 million 200 ming so'm motobloglar bor. Garantiya berilmaydigan, aytganlarda 1 oyga beriladi, 1 oy beriladi deyiladi, lekin men sizlarga shuning uchun javob bera olaman. Yaxshi motoblog oling va sifatli motoblog xarid qiling. Bemalol xohlasangiz salyarkalik, xohlasangiz hamma turidan mavjud. Manzilimiz Toshkent shahri Ark-Buloq bozorida joylashgan. Podpiskalarni bosib keladigan insonlarga optimal narxlardan qilib beriladi. Xalqim juda ham e'tibor berasizlar. Eng optim baza bo'lgan joyga kelib nima qilasizlar, xarid qilasizlar. Jonlaring sog' bo'lsin.